Yaxşımsızlar turdoshlar, ma'lum uşaq xayrlik bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Beydillah. Bugun sizlarga so'zlaydigan darsimiz oldingi soatda shu qo'l mashqini, sol qo'l mashqini o'rgatgan emasmi? Bu soatda so'zlaydigan darsimiz bo'lsa, usulli pas urish shakli bilan sol qo'lninki mashqini. Usulli pas urish shakli odatda ikki xil bo'ladi. O ikki xilninki birinchi xili mush holatda. Birinci xil şekli, ikinci xil şekli. Usulli pas urish shaklininki menda muqim bir xil shakli yo'q. O'zimizninki hissiyatiga asosan, o'zimizninki musiqa chilish uslubiga asosan uni o'zgartirib xohlagancha qilsak bo'ldi. Masalan, ba'zir ikinci xil usulda mashq qilish, masalan musiqani chilish uchun avval mush usulli pas shaklini urib turib, qo'l mashq qilish orqali andan keyin mushu musiqani keyin chilishni o'rgansak, keyinchi foydasi bo'ladi. Masalan, bu holatda mashq qilamiz. Oldingi soatda do re mi fa o'rin qaysi yerda qanchinchi barmoq tutishni o'rgatgan. Shu holatda o'ng qo'lninki bayotda men so'zlab o'tgandek, mush holatda mush holatda yoki qaysini ishlasak bo'laverdi. Shu holatda avval shu sol qo'l urishni o'rganib olgandan keyin, andan keyin mush holatda mashq qilamiz. Masalan, mush holatda sol qo'lninki tutish shakli o'pma o'xshash. Do'ni bosgan chaqda 4-barmoq, rayni bosgan chaqda ustidagi 0-barmoq deb so'zildi-ku. 0-barmoq, andan keyin 1-barmoq, 2-barmoq, 1-barmoq, 4-barmoq, 1-barmoq, 2-barmoq. Mush holatda mashq qilsak bo'ldi vallah. Ya'ni qayta bir kesib qo'yay. Mush holatda. Do 4-barmoq, re 0-barmoq, mi 1-barmoq, fa 2-barmoq, so 1-barmoq, la 4-barmoq. Mush holatda. Masalan, qayta kesdi. Do 4-barmoq, re 0-barmoq, mi 1-barmoq, fa 2-barmoq, so 1-barmoq, la 4-barmoq, shi 1-barmoq, 2-barmoq. Andaki yangan chaqda qanday yanamiz degan chaqda yangan chaqda o'pma o'xshash yanamiz. 2-barmoq, 1-barmoq, 4-barmoq, 1-barmoq, 2-barmoq, 1-barmoq, 0-barmoq, 4-barmoq. Mush holatda mangamiz. Andan keyin texnik sistemalik dars o'rganay deb qolsangiz, meningki shu undidaringlarni echib turib, naqsha 214 yoki Ebeydillah Osman deb yozsanglar, ustidagi lopaynakka, undilarninki ustidagi lopaynakka naqsha 214 yoki Ebeydillah Osman deb yozsanglar, meni undidar salonim chiqdi. Qo'shib olsanglar, ostida darislik deb xat shuni bossanglar, darislik chiqdi.
抖音。